Assalomu alaykum o'quvchilarim. Mana Ustoz fondimizni e'lon qilib oldik 100 million so'mga. Mana endi ta'sischilarimizni Ustoz fondining bankda pul ko'rinishida shakllantirishini ko'rib chiqamiz. Buning uchun ya'ni Ustoz fondimizda hammasini 100 million so'm mablag'imizni bank ko'rinishida, ya'ni pul ko'rinishida shakllantirish holatini ko'rib chiqamiz. Bunda esinglarda bo'lsa, provodkada berardik. Debitda 50 kreditda 46 qilib ustozimizni mahbub ko'rinishda shakllantirardik. Endi buni biz amaliyotda, ya'ni ADNS programmasida shuni ko'rib chiqamiz. Buning uchun birinchi navbatda bank funksiyasiga kiramiz. Bank funksiyasiga kirganimizdan keyin платежный ордер поступление degan, ya'ni birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi qatordagi платежный ордер на поступление денежные средстваga kiramiz. Kirganimizdan keyin shunaqangi oyna paydo bo'ladi va добавить qilamiz. Добавить tugmasini ezamiz. Добавить tugmasini ezganimizdan keyin biz прочие поступления без наличникka kiramiz. Ya'ni oxirgiga kiramiz. Ikki marta ezib kiramiz. Ikki marta ezib kirganimizdan keyin mana shunaqangi oyna paydo bo'ladi. Mana bu yerda biz Ustoz fondini naqd pul ko'rinishida e'lon qilingan sanasini kiritib olishimiz kerak. Ustoz fondimiz e'lon qilingani 1-mart. Undan oldingi bo'lishi mumkin emas. Ya'ni 1-martdan keyingi sanani qo'yamiz deylik. Misol uchun mana 10-martni belgilaymiz. 10.03.2025. Sanasini to'g'rilaymiz. Platejkaga kiramiz. Platejga kirganda учредителda tanlaymiz. Biz учредителimiz esinglarda bo'lsa Ahmad edi. Uni belgilab qo'yamiz. Mana endi summani yozamiz. Bankka qo'yilgan summani kiritamiz. Va 100 million so'm adashmasam, 100 million so'm. Ana endi shotga 46.10 ni qo'yamiz. Demak, debit 50 bo'lardi, kreditda 46.10 bo'lardi. Ya'ni shu nuqta bilan kiramiz. 46.10 provodkasini tanlaymiz. Va pastda kontragent paydo bo'ladi va kontragentga kiramiz va unda ham учредитель, ya'ni ta'sisini tanlaymiz. Ya'ni Ahmadjon edi, adashmasam. Stati движения bor. Stati движениyaga kirganimizda 3 bilan kiramiz va bu yerda biz пополнение установленного kapitaliga tanlaymiz. Va mana пополнение установленного kapitali belgilaymiz. Belgilab olganimizdan keyin OK tugmasini ezib qo'yamiz. Mana bu yerga kommentariy yozib qo'yishingiz mumkin, javobgar shaxs yozib qo'yishingiz mumkin. Va OK tugmasini ezamiz. Ko'rib turganingizdek, mana pistechka holat bo'ldi, ya'ni belgilandi. Biz naqd pul ko'rinishida Ustoz fondini bankdan pul ko'rinishida shakllantirib oldik. Endi provodkani to'g'ri berganligimizni ko'rish uchun biz оборотga kiramiz, ya'ni оборотga kiramiz. Оборотный saldo ведомость. Mana bu borsangiz o'zi yozuv chiqadi. Оборотный saldo ведомость ezasiz va mana bu yerga smart отчетni ezib qo'yasiz. Mana aziz o'quvchim, 51.10 ga mana 100 million so'm debitga shakllandi. Demak, Ustoz fondimiz 100 million so'mga saldo oxirida mana 100 million so'mga oxirida balans berdi. 46.10 ga 83.30. Demak, 100 million so'mga e'lon qildik va 100 million so'mga 51.10 ga mana 51.10 da debit oldi va 46.10 ga kredit bo'ldi. 83.30imiz shunda Ustoz fondimiz e'lon qilindi. Ve oxirida mana 100 million so'mga kelamiz deb balans berdi.
Mana bu оборотный belimiz to'g'ri bajarganligimiz hamda usta fondini bankdan ko'rinishda shakllantirishimizga mana to'g'ri foto berganimiz uchun hech qanday qizarmasdan asotkalarimiz to'g'ri chiqdi. Mana sizlar bilan darsimiz davomida usta fondimizni e'lon qildik. Usta fondimizni bankdan pul ko'rishda shakllantirib oldik. Kelasi darsimizda ishchi xodimlarimizni biriktirishda, ro'yxatga olishni ko'rib chiqamiz. E'tiborlar uchun rahmat. Sog' salomat bo'lasizlar. Fikr mulohazanglarni kutib qolaman. Fikr mulohazanglarni kommentariyaga, reaksiyalarni berib ketasizlar degan umiddaman. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.